Milliy gvardiya harbiy musiqa akademik litseyida biz ozod yurtining baxtiyor farzandlarimiz shiori ostida ma'naviyat festivali bo'lib o'tdi. Mazkur festival ma'naviyatning qadimiy ildizlari, noyob va betakror namunalari, bugungi kundagi rivojlanish tamoyillarini yangi bosqichga olib chiqish, shuningdek yoshlar qalbida mehr-oqibat, hamjihatlik, vatanparvarlik, shukronalik tuyg'ularini rivojlantirishga qaratilgan. Festival doirasida Navro'z dasturxoni, mohir qo'llar tanlovlari, kitoblar ko'rgazmasi, yosh ixtirochi fiziklar ko'rgazmasi, xalq o'yinlari, shuningdek litsey o'quvchilarining viloyatlar kesimida badiiy chiqishlari namoyish etildi. Tadbirga tashrif buyurgan mehmonlar doshqozonda tayyorlangan sumalakni ochib, ezgu niyatlar qilishdi. Tadbirning badiiy qismida mehmon san'atkorlarning musiqiy chiqishlari ishtirokchilarni raqsga chorladi. O'quvchilar o'z navbatida respublikamizning har bir viloyatiga mansub raqslarni ijro etib, ota-onalari, ustozlari va mehmonlarning e'tirofiga sazovor bo'lishdi. Festival yakunida barcha bayram dasturxoniga taklif etildi. Bu kabi tadbirlarning o'tkazilishi yosh avlodni madaniyat va san'at, jismoniy tarbiya va sportga jalb etishga, ularda axborot texnologiyalaridan to'g'ri foydalanish ko'nikmasini shakllantirishga, yoshlar o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilishga, o'quvchi yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga keng zamin yaratmoqda.